Bilasizmi? Dunyoda shunaqangi bitta narsa borki, odamlar unga erishish uchun jang qilishga, urushishga, yolg'on gapirishga tayyor. Yo'q, bu Yason va Argonautlar filmidagi sehrli mo'yn emas. Bu o'zi umuman hech qanaqa sehrli narsa ham emas. Bu pul. Pul haqida gapirganda Parvona spektaklidagi bitta ibora esimga tushadi. Tilni saylatadigan ham, dilni yaylatadigan ham, oilaga totuvlik, maza kirgizadigan ham, gina gudurat, janjal, g'alvani o'shandasi ham pul. Pul topish yo'lini axtarish kerak. Pul. Hozirgi kunda deyarli hamma o'zida ozmi ko'pmi pul bo'lishini xohlaydi. Bu pullar bizda bo'lishini xohlaymiz, lekin bular bizning oldimizga yetib kelgunga qadar qancha yo'l bosib o'tgan? Shu haqida bilamizmi? O'rtoqlar, bugun sizlar bilan pul, uni paydo bo'lishi va uni evolyutsiyasi haqida gaplashamiz. Siz bo'lsa, videoga like bosing va uni albatta do'stlaringizga ko'rsating. Jaydari blogerlar tili bilan aytganda, videoga like bosganlarning qo'li dollarlarga to'lsin. Hammaga salom, bu Abdullajon. 2023-yilda hammamiz mana bu videoni ko'rdik. iPhone 15 ga Spark almashyapmiz. 16 ekan yili. Dabrovolni men sizni majburlayotganim yo'q, videoga gapirib berasiz. Yo'q, men normalniy men roziman, telefonga navodo. Videoda vatandoshimiz Spark avtomobilini iPhone 15 modeliga almashayotganini ko'rishimiz mumkin. Izohlarga o'tadigan bo'lsak, odamlar holatda keskin baholaganini ko'ramiz. Ularning fikriga ko'ra, avtomobilni smartfonga barter qilish bu haqiqiy ahmoqlikni o'zginasi. Bu video prosmotr yig'ish uchun tasvirga olinganligi yaqqol sezilib turibdi. Lekin gap shundaki, siz qadimda yashaganingizda katta narsani o'zingizga kerakli narsaga almashish normal holat bo'lardi. Taxminan bir necha ming yil avval yer yuzida iqtisodiyot rivoj topmagan bir paytda odamlar ov qilish bilan birgalikda chorvachilik, dehqonchilik va hunarmandchilik bilan shug'ullanishgan. Bu davrda odamlar zanjir effektini shunaqa kuchli hosil qilishganki, eshitsangiz miyingiz achib ketadi. Mana misol uchun bu hunarmand o'z ishini bitirishi uchun unga bolg'acha kerak. Bolg'acha esa temirchida bor, lekin temirchi qornini to'yg'azishni o'ylayapti. U hunarmanddan bug'doy so'raydi. Bug'doy esa dehqonda bor. Hunarmand temirchiga bug'doy olish uchun dehqonning oldiga boradi. Dehqon undan go'sht so'raydi. Go'sht chorvachida bor. Chorvachiga hunarmand yasagan kosa kerak. Hunarmand chorvachiga kosani beradi, undan go'shtni olib dehqonga topshiradi. Dehqon unga bug'doyni beradi. Hunarmand esa bug'doyni temirchiga olib boradi va bolg'acha egasiga aylanadi. Dunyo iqtisodiyoti shunaqa achchu sxema bilan boshlangan. Anglaganingizda buni nomi ayirboshlash. Chapana tilda aytganda barter. Lekin bu tizim sotuvchiga ham, sotib oluvchiga ham noqulay edi. Bu narsani anglab yetgan o'sha davrdagi odamlar o'zlari uchun eng qadrli va muhim bo'lgan ikkita narsani barterning asosiy elementiga aylantirishdi. Bu makka jo'xori va yung. Jentra emas. Bu qarordan keyin barter jarayonlari ancha osonlashdi. Endi hunarmand bolg'acha olish uchun 2-3 ta odam rozi qilish shart emas edi. Shunchaki makka jo'xori yoki yungni o'ziga kerakli bo'lgan narsaga almashtirishi mumkin edi. Ayirboshlash fonida bo'lsa, yangi pul davri yuzaga keldi. Bu tovar pullar davri. Tovar pulni ommalashgach, turli millatlar ayirboshlashi asosiy elementi sifatida o'z mintaqasidagi eng qadrli narsalarni tanlashgan. Qadimgi Yunonistonda chig'anoqlar va durdan, Meksikada pul sifatida kakao donachalaridan, Alyaska va Kanada hududlarida jonivorlar terisi pul o'rnida bo'lgan. Endi tasavvur qilib ko'ring, sizni oylik maoshingiz o'rniga tuz berishsa. Naqadar ahmoqona ish, to'g'rimi? Oylik maoshi o'rniga oshxonada ishlatiladigan tuz. Masalan, qadimgi Rim askarlari xizmat haqi sifatida yarimta non va tuz olishgan. Rimda bunday xizmat haqi salariy deyilgan. U lotinchadan sal, tuz degani. Hozirda esa ingliz tilida oylik maosh degan ma'noni anglatadi. Qadimgi Rim, Efiopiya, Xitoy kabi mamlakatlarda tuz bilan haq to'lash normal holat edi. Lekin shu payt bitta savol tug'iladi. Nega endi
aynan tuz bilan haq to'lashgan. Gap shundaki, tuz inson och qolmasligi uchun yaxshigina yordam beradi. Tasavvur qiling, sizni qo'lingizda 1 kilogramm go'sht bor. Uni xona haroratida bir kunga qoldirsangiz, go'sht ayniydi, lekin tuzlab qo'ysangiz va salqinroq joyga olib qo'ysangiz, uning yaroqlilik muddati uzayadi. Tushunyapsiz, onajonlarimiz va buvijonlarimiz yopadigan sho'rbodiringlar muzlatkichi bir burchagida esimizdan chiqib qolib ketgan tuzlangan go'sht g'oyasi aslida qatdan kelib chiqqan. Mana endi maqtanishga arzigulik fakt qo'lingizda bor. Go'sht tuzlashni kimdan o'rgangansan desa, qadimgi rimliklardan, xitoylik ota-bobolardan deb ayta olasiz. Hatto shunaqangi ma'lumotlar ham borki, tuzni insoniyat tarixidagi eng kerakli unsurlar qatoriga qo'shib, uni olov, tuproq, suv va havodan keyingi 5-element sifatida ham ko'rishgan. Ammo lekin biroq odamlar bartarni qanchalik soddalashtirmasin, u o'zidagi asosiy noqulaylikni yo'qotmagan edi. Tasavvur qiling, birgina baliq olishni xohlagan inson temirchi istaydigan makkajo'xorini o'zi bilan olib yurishga majbur edi yoki undan-da yomoni. Agarda hunarmand och bo'lsa, o'zidagi nondan qimmatroq bo'lgan narsani almashishga to'g'ri kelgan. Bir so'z bilan aytganda, pulga universal ekvivalent kerak edi. Shu sababli ham odamlar yung va makkajo'xoridan yuz o'girib, foydalanishga osonroq bo'lgan metallarga diqqat qilishdi. Shu bilan tovar pulla davri tugab, tangalar davri boshlanadi. Tangalar hamyonda olib yurishga qulay edi. Ular yengil va ixcham ekanligiga qaramay, uni qadri juda ham baland bo'lgan. Pul haqida gap ketganda bir narsani doim bilishimiz kerak. Yaxshi pullar har doim yomon pullarni siqib chiqazadi. Ya'ni odamlar o'zida noqulaylik uyg'otgan tovar pulladan voz kechib, keyinchalik tangalarga o'tishadi. Ularni albatta tushunsa bo'ladi, chunki u payt pullar chindan ham qulay bo'lmagan. Plastikda pul saqlash imkoniyati aniq bo'lmagan. Banklar haqida gapirmasa ham bo'ladi. Lekin hozir gapirishimiz mumkin va u chindan ham qulay. Butun dunyoda juda ham ko'plab banklar bor, lekin ularning hammasi ham bank xizmatlarini onlayn amalga oshirish imkoniyatini taqdim qilmaydi. Hozirgi kunda shunchaki TBC Uz ilovasi orqali 3 milliondan oshiq foydalanuvchi bank xizmatlaridan uydan chiqmagan holda foydalanyapti. O'zbekistondagi ilk raqamli TBC Bank Uz ilovasi orqali siz uzoq vaqt navbatlarda turishdan, qog'ozbozchilikdan uzoqlashtiradi. Bankka ro'yxatdan o'tishi ham, undan karta ochishi ham onlayn amalga oshirishingiz mumkin. TBC Bank Group xalqaro hisoblanib 30 yillik tajribaga ega. O'zbekistonda bo'lsa, 1000 dan oshiq xodimlar sizga qulaylik yaratish uchun xizmat qilishga tayyor. Tosh davridagi odamlar bu narsalar haqida bilganida bormi? Bunaqa qulayliklardan o'zini noqulay his qilishni boshlagan bo'lardi. Endi bo'lsa mavzuga qaytamiz. Yunonlarning yozuvlariga ko'ra, tarixdagi birinchi tangalar miloddan avvalgi 7-6 asrlarda Lidiya podshohi Aliyat tomonidan chiqarilgan. Lekin stop. Shu miloddan avvalgi 7-6 asrlardan keyin tovar pulli davri tugaganmi? Yo'q. Birinchi va ikkinchi jahon urushlari davrida pul birliklarining qiymati ancha tushib ketadi va frontda pul emas, oddiy sigareta tovar pulda ishlashni boshlagan. 70% askarlar sigaret chekishmasa ham uni o'zlari bilan olib yurishgan. Shu payt pulning asl falsafasi ko'rinadi. Pul bu jamiyat va odamlar tomonidan tanlanadigan narsa. Bu oddiy tosh, hatto havo yoki bulut bo'lishi ham mumkin. Lekin buni jamiyat, atrofingizdagi odamlar hamma tan olish kerak. Frontda ham xuddi shu holat kuzatilib, u yoqda asosan erkaklar xizmat qilgani uchun sigaretaning qiymati keskin oshib ketgan va bu zararli narsalar puldek qabul qilingan. Sobiq ittifoq davrida pulga ekvivalent sifatida o'rtaga chiqqan yana bitta narsa bor edi. Eng qizig'i, u ham zararli narsa edi. Bu aroq. Qanaqasiga? To'g'ri, u ichimlik, to'g'ri. Uni idishini ortiqcha qiyinchiliksiz sindirishingiz mumkin, lekin uni yagona ustunligi bor edi. Unga doim talab bo'lgan. Gap shundaki, aroq narxi deyarli o'ynamagan. Odamlar bo'lsa bir shisha aroq uchun hamma narsaga tayyor edi. Biror narsangiz buzilib qoldimi? Ustani chaqirasiz, stol ustiga aroqni qo'yasiz, ishingiz bitta hisob. Doktor oldigan borib bitta aroq qo'yib bersangiz, u sizni davolab, aroqingizni ichib, aroqning idishidan bo'lsa o'z ishida foydalangan. Ya'ni yaqin o'tmishda ham tovar pullardan foydalanishgan. Balki qayerdadir hali ham foydalanishayotgandir. Keling o'zimizning mavzuga qaytamiz. Fors shahzodasi Kir Lidiyani qo'lga oladi va tangalarni munosabatdan chiqarib tashlaydi. Lekin miloddan avvalgi 6-asr oxiriga kelib, Dariy I boshchiligida Forslar imperiyasida moliyaviy sistema yo'lga qo'yiladi. Greklar yuqorida tilga olingan mamlakat pullarini kamonchi deb atashar edi.
chunki tangalarda kamonchi askar aks ettirilgan edi. Keyinchalik Rimda sof oltin tangalar ishlab chiqarila boshlandi. Bilaman, tarixiy vaziyatlar juda ham ko'payib ketdi, lekin o'rtoqlar, bitta narsani unutmanglar. Men sizlarga juda ham ahamiyatli bo'lgan ma'lumotlarni bo'lishyapman. Chunki biz shunchaki tosh yoki qum emas, balki ko'rinishi jihatdan bizanikiga juda ham yaqin bo'lgan pullar haqida gaplashyapmiz. Asosan kumush va oltindan tayyorlangan pul birligi sifatida tan olingan tangachalar avvaliga Osiyo, Afrika mamlakatlarida, keyinchalik bo'lsa butun Yevropani egallab oladi. Ularning oson tarqalganligining sababi bo'lsa, xalqaro savdo munosabatlarini yaxshilanganligida edi. Har bir mamlakatda qo'lidagi tovarga ekvivalent bo'la oladigan qimmatbaho narsaga muhtojlik bor edi. Shu sababli ham oltin va kumush tangachalar osonlik bilan dunyo trendiga chiqadi. Kutilganidek, buni ortidan boshqa muammo yuzaga keldi. Oltin tangalar juda ham qimmatbaho bo'lgani uchun uni asosan ko'tarasiga savdoga, ya'ni optimga ishlatishgan edi. Buni ortidan ko'pgina mamlakatlar o'sha davrda qiymati oltinnikidan nisbatan pastroq bo'lgan starter nomli tangachalarni ishlab chiqara boshlaydi. Qiymat deganda tangachalar gunohi yo'q qilishda qatnashgan desam ishonasizmi? Ya'ni pulning qiymati ilohiylashtirilgan. Gap shundaki, katoliklar o'rta asrlarda pul evaziga odamlarning gunohidan kechishgan. Indulgensiya bu katoliklar tomonidan ishlab chiqilgan tizim bo'lib, unda gunohkor odam pul to'lash orqali jazodan qutulib qolishi mumkin edi. O'z aybini tan olib katoliklar oldiga kelgan odamlar ma'lum miqdorda pul to'lagan va yozilishicha ularni gunohlaridan forig' qilishgan. Ko'p sonli xristianlar tomonidan tanqidga uchragan bu imtiyoz umuman yo'q qilingan, lekin ba'zi ma'lumotlarga ko'ra indulgensiya Yevropaning ba'zi hududlarida saqlanib qolgan ekan. Lekin uni tizimi o'zgargan. Bu ma'lumot bilan men o'zga din vakillari ustidan kulmoqchi emasman, shunchaki pul atrofida shunaqa antiqa hodisalar ham yuz bergan. Yoki yana bitta voqea Yaximov shahrida ro'y bergan, aniqrog'i boshlangan. Bu Chexiyani tarixiy maskanlaridan biri Yaximov shahri. O'rta asrlarda bu hududdan kumush koni topilgan va tabiiyki, bu yerga odamlar ko'chib kelib, konlarda ishlab hayot kechirishgan. Qadimda bu joyga Yoachim Stahl deyishardi va aynan shu joyda xuddi shu nom ostida tangalar ishlab chiqarilgan edi. Ularni Yoachim Staller deyishardi. Xo'sh, savol, nega aynan shu shaharda ishlab chiqarishgan? Kumush koni qayerda topilgan bo'lsa, tangani o'sha joyda chiqarish bu xarajatlarni kamaytirish degani, chunki kumushni birinchi joydan ikkinchi joyga olib borish birinchi navbatda qimmat va albatta xavfli. Nega endi xavfli? Chunki unga doim talab bo'lgan. Qimmatbaho toshlarni birinchi joydan ikkinchi joyga olib ketishayotganida yo'ldan o'g'irlar chiqib qolishi xavfi doimo odamlarni qo'rqitgan. Yoachim Staller yillar davomida qadrini yo'qotmadi va Staller nomi bilan ommalashib ketdi. Ma'lumotlarga ko'ra, uni 500 dan ortiq turi bo'lgan. Taller shu darajada ommalashib ketdiki, Italiyagacha yetib borib, Tallero, Gollandiyada esa Daller, Daniya va Shvetsiya hududlarida asosiy pul birligi sifatida tan olinib, Riksdaler deb atalgan. Borib, u Yevropadan ham uzoqlashib, Tinch okeani hududlarida Tola nomini oldi. Efiopiyada esa uni Talari deb atashgan. Kunlardan bir kuni AQSh amaldorlari o'zlari o'ylab topgan yangi pul birligiga nom izlab qolishadi. Unga yordamga bo'lsa Taller keladi. Ya'ni hikoya avvalidagi Yoachim Staller, Taller nomi ostida AQShgacha yetib borib, dollar nomini olgan. Bu tangachalar hozirgi kunda Afrikaning qaysidir hududlarida suvenir sifatida ishlatilayotgani haqida ma'lumotlar bor. Tanga pulli ommalashuvi ortidan odamlarda yangi muammo paydo bo'ldi. Odamlar oldilarida tanga pullarni shaqillatib olib yurishdan charchashdi. Hammasi Xitoydan boshlandi. Savdogarlar o'z oldilarida pullarni ko'tarib yurishni istashmadi va ularni o'sha davrdagi banklarga topshirishadi. Banklar bo'lsa odamlarga maxsus qog'oz berishdi. Bu qog'ozda bu odamning 1000 tilla tangasi bor degan oddiygina yozuv bo'lgan. Bu ish keyinchalik butun Xitoy bo'ylab tarqalib, qimmatbaho tangalarning o'rniga maxsus yozuvli qog'ozlar olish urfga kirdi. Ya'ni ular haqiqiy pullar emas, balki ana shuncha pul ularda borligini anglatuvchi maxsus qog'ozni ko'tarib yurishgan. Aynan mana shu ish ortidan butun dunyoda qog'oz pullar ko'payishiga birinchi qadam qo'yilgan. Banknotalar. Ularni hozirda siz shunchaki pul deb ataysiz, lekin tarixda banknotani olish uchun xuddi shu qog'ozda yozilgan tangachalarning egasi bo'lishingiz kerak edi. Banknot, ya'ni bu so'zi tarjimasi ham bank yozuvi degan ma'noni anglatadi. Tasavvur qilyapsizmi? Siz ana shu qimmatbaho tangalaringizni shunchaki sizda ana shuncha pul borligini anglatuvchi oddiygina qog'ozga
almashgansiz. Bu keyinchalik butun dunyoda ommalashib, turli mamlakat banklari qimmatbaho tangalar evaziga qimmatbaho qog'ozlarni berishni boshlashdi. Sizga hozir shunaqa deb aytib qolishsa nima qilasiz? Javobingizni kommentariyada kutaman. Angliyalik iqtisodchi William James pullar qanday bo'lishi kerak ekanligi haqida ajoyib ma'lumotlar qoldirgan. Uni so'zlariga ko'ra, pul 5 ta talabga javob berishi lozim. Birinchisi qadr, odamlar orasida unga talab bo'lishi lozim. Ikkinchisi portativlik, ya'ni pul o'zi kam bo'lishi mumkin, lekin unga ko'p narsa olish imkoniyati bo'lishi kerak. Uchinchisi pullar yaxshi saqlanishi, oson shikastlanmasligi va oson yo'qolib ketmasligi kerak. Sezib turganingizdek, oziq-ovqat mahsulotlari bunga umuman to'g'ri kelmaydi. To'rtinchisi umumiylik, ya'ni birinchi pul birligi ikkinchi pul birligidan tubdan farq qilmasligi kerak. Va nihoyat 5-chi, pullarning soxtaligini aniqlash qiyin bo'lmasligi kerak. Tan oling, juda ham sodda va oddiy qilib keltirilgan va bizning hozirgi qog'oz pullarimizga ideal tarzda mos keladi. Ko'rsatuv shu nuqtasida men keskin burilish esa sizda aniq bor bo'lgan bitta narsani aytaman. U orqali siz doim ishlaringizni bitirasiz va uni doim oldingizda ko'tarib yurasiz. Uni SNG hududlarida kreditka deyishadi. O'zbekistonda bo'lsa kartochka. Hozirda butun dunyo aktiv foydalanadigan bu kartochkalar taxminan 2 asr avval odamlarga juda ham kerak bo'lgan. O'rtoqlar, ko'rsatuv avvalida sizlar bilan tovar puli haqida gaplashdik va uni noqulayliklarini bilib oldik. Keyinchalik tangalarga o'tdik va uni ham noqulay ekanligini anglab oldik. Hozirda bo'lsa sizlar bilan siz va men pul deb ataydigan banknotalar haqida gaplashyapmiz. Endi bo'lsa uni noqulayliklari haqida gaplashamiz. Tasavvur qiling, 20-asr, siz o'z hududingizda eng badavlat insonlardan bittasisiz. Magazinga shopping qilgani kirdingiz, hamma narsani oldingiz, kassa oldiga kelganda bo'lsa, oldingizda pulingiz yo'liga esingizga tushib qoldi. Bu men uchun eng noqulay vaziyatlardan bittasi. Xuddi shunaqa noqulay vaziyatga Frank McMara ham tushib qolgan. Qahramonimiz ovqatlanish maqsadida shahar markazidagi restoranlardan biriga kiradi va ovqatlanib bo'lgach, oldida puli yo'qligini tushunib qoladi. Vaziyatdan jahli chiqqan Frank bunaqa ahvoliga hech kim tushmasligi kerak. Men vaziyatni o'nglayman deb aytdi. Shu yo'l bilan Frank o'zining McMara Co kompaniyasiga asos solib, Diners Club kartochkasini yo'lga qo'yadi. Unga ko'ra, Xorranda Diners Club kartochkasini oylik to'lov bilan sotib oladi va uni restoranlarda ishlataveradi. Mana sizga biznes ideya. Bu sizga Islom Ibrohim muchishvara tugul sotish bo'yicha biznes g'oyalari emas. Mana bu ideya. Keyinchalik boshqa soha egalari, yonilg'i quyish shoxobchalari, do'konlar bu kartochkalarni o'zlarida ko'rishni istashadi. Oradan vaqt o'tib esa magnitli kartochkalar paydo bo'ladi va ular yanada rivojlanadi. 1980-yillarga kelib bo'lsa, birinchi chipli kartalar yo'lga qo'yiladi. Vaqt o'tib internet uydan chiqmasdan turib to'lovlarni amalga oshirish imkoniyatini berdi. Hozirgi kunda esa aynan internet orqali bunday kartalarni uydan chiqmasdan qo'lga kiritishingiz mumkin. CBC kartalarida noodatiy dizayn va kontaktsiz to'lov xizmati ham bor. Aynan mana shu xususiyat zamonaviy pul almashinuviga xos va mos hisoblanadi. Hammasini birgina CBC Bank uz ilovasi orqali amalga oshirishingiz mumkin. Bir so'z bilan aytganda, Frank McMaraning sa'y-harakatlari kelajakda katta natijalarga olib keldi va buning ortidan men ham sizga foydali reklamani baham ko'rdim. Agarda yanada qo'llab-quvvatlashni xohlasangiz, video описаниесida o'zimning kartamni ham qoldirganman. Istagan so'zingizni tashlab qo'yishingiz mumkin. Mana bu chiziqqa e'tibor bering. Odamlar bir necha ming yil avval barter bilan shug'ullandi, keyin tangalarni ishlatishni boshladi. Keyin esa odamlar hayotiga banknotalar kirib keldi. Bu banknotalar avvaliga pul borligini tasdiqlovchi hujjat edi. Keyinchalik esa yuqorida aytganimdek haqiqiy pul o'rniga ishlatila boshlandi. Vaqt o'tgani sari xuddi mana shu pullarni hozirda elektron shaklda ishlatyapmiz. Elektron pullar paydo bo'lganligi tufayli butun dunyoda pullar soni juda ham ko'payib ketdi. Ularni qanchaligini taxmin qilib ko'ra olasizmi? 90 trillion dollar. Ayni damda butun yer shari bo'ylab shuncha pul bor. Xo'sh, bu pullarni qanchasini qo'limizga olib ushab ko'rishimiz mumkin? Atigi 8%ni, ya'ni 7,2 trillion dollar. Qolgan 92%, ya'ni 82 trillion dollar shunchaki elektron pullar hisoblanadi. Bu ko'rsatuvni tayyorlashda bitta narsaga amin bo'ldim. Pul inson hayoti uchun juda ham muhim narsa. Usiz hayot sistemasi buzilib ketadi. Bu narsani tan olmasdan ilojimiz yo'q. Pul bor va bo'ladi. Asosiysi unga mukkasidan ketib qolmaslik.
o'rtoqlar, siz qisqa vaqt ichida pul qanaqa qilib paydo bo'lgani va uni evolyutsiyasi haqida bilib oldingiz. Agarda loyiha sizga yoqqan bo'lsa, unga like bosib, kommentariy yozib, bizni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Agarda yanada jo'shib ketayotgan bo'lsangiz, opisaniyada Uzcard Visa kartalarimni qoldiraman. Bemalol sifatli kontentni qo'llab-quvvatlash uchun istagan summangizni tashlashingiz mumkin. Biz kichik loyihamiz orqali sizga ulkan ma'lumotlarni berishga harakat qildik. Keyingi ko'rsatuvlarda uchrashguncha ilm-fan shaydolari.